Asıl yana maktabga ertalabdan birinchi qismda kanikilni zo'rg'a tugatib oldim endi. Bitta stiker. Turib olaman. Mana hammasini ketdik. Do'stim ham kelgani yo'q. Mayli endi. Yugurib bo'pti. Ertalabdan maktab obedga bo'lib qo'ygan. Ertalab turib kutubxonaga kelaman har kuni. Kitoblarni bo'lib ketgan. Ashadda bu kutubxonamiz. Mana kitoblarni olamiz. Keyin bularni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi men ketdim. Bet qo'limni ham yuvmadim. Ashta jiddiy o'tiraymikin. Ayyo, chiroyli mashga. Jiddiy hojat chiqarib olay. Hojat chiqarib kelib ketdi. Bu yoq qiz bolalarga, bu yoq o'g'il bolalarga. Bo'ldi mazza. Chiqamiz. Ketdik. Let's go. Chiqib ketaveramiz endi. Ertalabda har kuni ertalabdan turaman. Ikkinchi sinfdan ertalabdan bo'lib qoldi. Nimagadir o'sha 5-sinfdan bo'lardi, 2-sinfdan ertalabdan bo'lib qoldi. Bo'pti. Endi nima qilsak ekan, ha? Bo'pti, yana jiddiy o'tirlichi. Yotaveramiz. Yotib zerikib ketdim, telefon o'ynab. Do'stim bilan gaplashish shahardan qachon kelar? Alo, do'stim. Ha? Qachon kelasan shahardan? Bilmayman, ertaga kelarman. Ha, bo'pti, xo'p. O'chirib qo'yapman. Xo'p, bo'pti. Bo'ldi endi. Birdan bo'lib qo'ygandir. Ya, obed bo'lyapti. Tezroq maktabga borish kerak, ketdik. Ustoz ham kelib qo'ygandir. Ovqatlanmadim, bo'pti, mayli. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Joyingga o'tir. Xo'p, bo'ladi. To'xtanglar do'stlarim. Qatib qolyapti. Hoy, nima bo'ldi deding? Ha, sal Minecraft'im qatib qolyapti. Ha, bo'pti. To'xta. Endi hozir tushib olamiz. Do'stlar, ustozga qilich topganimni ko'rsatmasligim kerak. Xo'pmi? Qilich topmasdan endi. Birinchi soat tasviriylaringni olish hammi. Xo'p, bo'ladi ustoz, mana chizilaymi? Ha, chizish. Qani olamiz. Qani zo'r chiqdi. Qani har kuni 5 olyapman, endi bu safar ham 5 olaman. Ustoz, oling. Ha, yaxshi. Zo'r chizibsan, senga 5. Birinchi soatdan 5 oldim. Birinchi soatdan 5 oldim. Qani ketdik. Endi joyimizga o'tirib olaylik. O'tirib olaveramiz. Ustoz, 2-soat nima edi? 2-soat ham bo'pti. Maten bo'lsa, maten. Xo'p, maten bo'ladi. Bostirib olamiz. Shunga qiynalmaymiz.
Mana ustoz. Ha, zo'r, sen to'xta. To'xtang ustoz, hozir. Qani endi ko'ramiz. Qani senga xato bor ekan, senga 4. Ustoz. Ha, bo'pti. Ustoz, uyga javob berildi. Qo'ng'iroq chaldi. Uyga ketaveraymi? Ha, ketaman. Ketdik, let's go. Ketdik, let's go. Let's go. To'xtanglar, men Jitil yoniga borib kelishim kerak edi. Oy, Jitil. Ha? Kecha hali bola bor edi-yu, haligi nima edi? Xullas, Asha. Ha? Ash qayerda yashardi? To'g'ri nega? O'ngga burilasan, keyin to'g'riga yuraversang, xullas seni yonida katta bino bor-ku. Ha. Ashetta yashaydi. Hozir ketgan u shaharga. Shaharda ishi bor edi. Ha, bo'pti, kelsa o'zim gaplashib qo'yarman. Sal karillayapti turuvdi. To'xta, endi yurishimiz kerak do'stlar. O'ji. Endi yuraveramiz. Hoppa. Juda bet qo'lyapman. Yo'q. Bet chuqurda tushib ketib o'lib qolishim mumkin. Bet qo'lim achdi, yuraman. Bo'pti. Tozaladim, qo'llardim men. Necha kompyuter o'ynayman ekan. Bo'pti, kompyuter o'ynagan bo'lsin. To'xta, ruchka kerak. Bizga ruchka kerak bo'ladi. Ruchka bilan o'ynashadigan bu kompyuterda. Ruchka deyman men. Ana o'tirib olaylik. Mana, to'xta. Mana. Bo'ldi, zerikib ketdi. Qishloqlar bilan jijjo. Yo'q, men bitta zo'r narsa qilaman. Nima qilsam ekan? Ana sandiq e'tibor bermaysizlar do'stlar. Uni ichida qurilish uchun yarimi qurilmagan maytapimiz. Shuni ustalar endi qurib berishaman deyapti. Bizga qish kelyapti. Mana qaysi tomondan do'stlarga qish kelayotganini ham ko'rsatib beraman. Qish ham biz tarafga sekin yaqinlashyapti. Уже 13 nechinchi? Yo'q, bitta qishloqqa o'tishga yaqinlashib sekin so'rab yaqinlashyapti. Yog'yapti sekin. Keyin bizga yangi yil keladi. Qorni yaxshi ko'raman. Mazza. Ashitlar sindirib olib kelyapti. Bo'pti, endi ketdik. Qo'rqsa biz yaqinga bormasligimiz mumkin. Bu uchinchi sinfda bitiryapman. Birinchi sinfda ertalabki bilarkan. Bo'pti, abetga bo'lursin, abetga zo'r. Kech qolishdim, jo'di. Yotdim kina. Tashqariga chiqib keling. Kechqurungi ovqatni yemayman do'stlar. Ertalabki ketdik endi.
maktabga obeddan edi. Boshim og'riyapti. Bo'ldi endi to'g'ri. Boshim, pullarim. Agar o'tim pulim kerak edi. Ketdi bo'ldi. Qayoq dedingni unga? Ya, kecha Jitildan so'rovdim. Mana shu uyda menimcha ikkinchi qavatida bo'lsa kerak. Yo'qmi uyi? Jitil bittayam yo'q deb aytishgalichi. Bani qayerda bo'lishi mumkin u? Ana, yuribdi, shahardan kelibdi. Arendani pulini ham to'lash kerak. Qanana dedi ya. Jitil o'zini ekinlariga qarayapti ekan. Ana. Jitil, to'xta. Jitil, mana arendani puli. Xo'p, tezroq ber. Xo'p, mana. 3 ta zumrad edi-ya. 3 ta zumrad. Mana o'sha, to'xta. To'xta hozir. To'xta. Tezroq tashlang, kutib turibman. Xo'p, mana. To'xta, qilichim tashlavordim. Mana o'sha. Bo'pti, arenani pulini to'lab qo'ydim. Bo'pti, hozir o'zim ololaman. Bo'pti, ovoyim. Ketdik, arenani pulini to'lab qo'ydim. O'tgan safar shu merimizda xullas qishloqda. Xo'p, to'xtanglar, sizlar agar o'tim qayerdaligini bilmaysizlar. Oldin agar o'tim masjidlarda bor edi. Meni buzib tashlaganman xullas. Eshikni ham tashqariga qilib qo'yish kerak edi. Biz endi o'rnataramizmi? Vachach, maktabga kech qolyapman. To'xta. Larimiz sol. To'xta olib. Bo'ldi, keyin endi chiqamiz, endi yuraveramiz do'stlar. Sizlar bilan men bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.